Assalomu alaykum kitobxon. Men bugun sizlarga ulug' shoir Zahiriddin Muhammad Bobur haqida ma'lumot berib o'taman. Zahiriddin Muhammad Bobur shamollarga bo'y bermagan shoh. 1883-yil Andijon, Farg'ona vodiysida bir go'dak dunyoga keldi. Hech kim bilmas edi, bu bola kelajakda ikki yurt taqdirini o'zgartirib, tarix sahifalariga o'z nomini abadiy yozib qo'yadi deb. Uning ismi Zahiriddin Muhammad Bobur. Bobur oddiy shahzoda emasdi. Uni qonida buyuk Amir Temurning jasorati, zakovati va orzulari oqar edi. Lekin taqdir uni erta sinovga soldi. Bor yo'g'i 12 yoshida otasidan ayrildi va Farg'ona taxtiga o'tirdi. Yosh bola uchun bu o'yin emas, balki olovli imtihon edi. Uni yuragida bir orzu bor edi: Samarqand. Bu shahar uchun faqatgina poytaxt emas, balki sharaf va meros ramzi edi. Bobur Samarqandni qo'lga kiritdi, lekin uni saqlab qola olmadi. Yana urush, yana kurash, yana ayrilish. U mag'lubiyatlarni ko'rdi, xiyonatlarni his qildi, ammo hech qachon taslim bo'lmadi. Taqdir uni Hind tog'lari tomon yetakladi. Bobur Qobulni egallab, u yerda mustahkam davlat barpo etdi. U yerda u faqat sarkarda emas, balki bog'lar yaratgan, gullar ekib, tabiatni sevgan hukmdor sifatida ham tanildi. U jang maydonida qilich tuta olardi, ammo kechqurun qalam tutib she'r yozardi. 1526-yil Panipat jangi. Bobur taqdirini hal qilgan kun. U qudratli qo'shin bilan Ibrohim Lodiyga qarshi chiqdi. Son jihatdan kam bo'lsa-da, aql va strategiya bilan g'alaba qozondi. Shu g'alaba bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos soldi. Bu sulola qariyb 3 asr davomida hukm surdi. Lekin Bobur buyuk qilgan faqat qilich emas edi. Uni abadiy qilgan narsa uning qalbi edi. U Boburnoma asarini yozdi. Bu xotiralar emas, balki yurakdan chiqqan samimiy iqrorlar edi. U tabiatni, insonlarni, shaharlarni shunday jonli tasvirladiki, o'quvchi go'yo o'sha davrda yashagandek bo'ladi. Bobur kuchli edi, ammo u mehribon ham edi. Rivoyat qilishlaricha, u og'ir kasal bo'lgan o'g'li Humoyun uchun jonini fido qilishini so'rab duo qilgan. Ota mehri uni qalbi qanchalik nozik bo'lganini ko'rsatdi. 1530-yilda Bobur bu dunyodan ko'z yumdi. Ammo uning nomi, asarlar va barpo etgan davlati hanuz tarix sahnasida tushmagan.